Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana velosipedlarimiz o'sha pashta tayyor bo'lib qoldi. Mayda-chuyda ishlari qoldi. Mana oxirgisini ham mana bu yerda turadi. Bugun bitirib pashta mayda-chuyda ishlari bor bularda. Mana velosipedlarimiz soni juda ko'p. Mana velosipedlarimiz har xil turlaridan bor mana. Har xil turlari bor. Mana shu yerda, ana yerda turgani fara maralarni ulab, spisalarga stopni qo'yib, egarlari yaroqsiz egarlarni alishtirib qo'yilsa, oldiga savat qo'yiladi buni. Mana buni ham oldiga generatorli. Mayda-chuyda ishlarni qilib qo'yilsa bo'ldi. Ozgina lecheniya olayotgandim. Shu sababli ozgina kech qoldi. Kimga shunaqa sifatli velosipedlar kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Mana uyda ham bor, mana hozir ko'rsataman. Mana buni uyda ham to'la velosiped. Hammasi shu Germaniya, Gollandiya, chet velosipedlari. Yevropaning velosipedlari hammasi, Xitoydagi yo'q bu yerda, hammasi Germaniya, Gollandiyaniki. Har xil turlardan bor. 26 deysizmi? 26-28 asosan. Ramali deysizmi, Damiski deysizmi, har xil turlardan bor. Mana bular 26 mana. Mana bu 28. Mana City Star'lar ham bor. Har xil turlardan bor mana. Skorsligi ham bor, skorsi yo'g'i ham bor. Har xili bor. Kimga shunaqa sifatli yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Like va podpiska boshingizdan chiqmasin.